ko'p erkaklar o'zini ayolini jismoniy uradi, og'zidan juda qo'pol so'zlar bilan so'kadi, haqorat qiladi, tan jarohati ham yetkazadi. Bu erkaklar bir narsani tushunib yetmaydiki, qaytar dunyo. Qaytishi qanaqa bo'lishi mumkin? O'sha erkaklarning qiz farzandlari dunyoga keladi. Qizingizni mehr berasiz, qizingizga hamma narsani sharoitini qilib berasiz, katta qilyapsiz. Xotiningizga bo'lgan munosabatingiz yomon. Uryapsiz, so'kyapsiz, haqorat qilyapsiz. Qizingiz katta bo'lib, shu muhitda katta bo'lyapti-da, erga tegyapti. Qizingizni ham agar sizni kuyovingiz shunaqa urib, so'kib, qadrsizlab, hurmat qilmay, xo'rlab qo'ysa, ana o'sha vaqtda ota o'rnidagi hissiyotlaringiz qalbingizga qanchalik og'ir botishini ana o'shanda tushunib yetasiz. Xudoyim taolo hammasini shunaqa qilib to'g'rilab qo'yadi. Shuning uchun bugundan boshlang. Bugungi bo'lgan munosabatingiz ayolingiz bilan ertaga farzandlaringizda aks etishi 100% bo'ladi. Shuni inobatga olib qo'yish kerak.